O'zbekistonda bojxona to'lovlari siyosatini qayta ko'rib chiqish taklif qilinmoqda. Yuksalish umumxalq harakati O'zbekistonda bojxona to'lovlari siyosatini qayta ko'rib chiqishni taklif qildi. Joriy yilning 1-maydan boshlab O'zbekistonda shaxsiy foydalanish uchun bojsiz olib kirish qoidalari kuchaytirilgan edi. Amaldagi qonunga ko'ra, chegaradan tovar olib kirish, havo orqali olib kirish $1000, temir yo'l va daryo transporti uchun $500, avtomobil va piyodada olib o'tish uchun $300, xalqaro kuryerlik xizmatlari orqali yetkazib berish uchun $200 va pochta uchun $100 ni tashkil qiladi. O'zbekistonda ko'plab tovarlarning rasmiy distribyutorlari yo'qligini hisobga olsak, fuqarolar ularni xorijdan sotib olishga majbur. Yuksalishning bayonotida amaldagi 30% boj bunday tovarlar narxini sun'iy ravishda oshiradi. Natijada raqobat pasayib, narxlar ko'tariladi. Bu iste'molchilarning tanlash huquqini buzadi va sog'lom bozor muhitini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi, deyiladi. Siz bu tashabbusga qanday fikr bildirasiz? Izohlarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'ling.